İsmat, sen aroq umuman ichma, tushundingmi? Kecha hamma odamlarni so'kib chiqding. Yo, Trump nimaga o'lik qilasan? Trump kimmi? Amerikaning prezidenti. Bu onasining ko'p ichimman-da undan. Shu uchun ichma Ismat. Ko'tara olmaysan sen. Hey Alkash, og'zingdan qon etdi. Kechirma bachalar onangni deb so'kding. Topib qo'ymading bachalarni. Nima demoqchisan? Nima demoqchisan? Ayt. Hey Alkash, qaytdan bir ko'ring. Ismat. Alkash, yana ichimmi? Erta seni militsiyaga yozib beraman. Qistamasan so'kaver. Sandan menga nimadir deb ketding-a? Seni butun urg'aymog'ingga quritaman, tushundingmi? Xohlasam ichaman, xohlasam Qanaqa odamsan? Yoshing katta bir mahallada odamlarga o'rnak bo'lishing kerak. Nimaga yana so'kib o'tiribsan? Odam bo'lmaydi bu, rasmi odam bo'lmaydi. Gapir, kechaki tillaring qani sening? So'kib o'tirgan tillaring. kechirasizlar meni, kechiringlar keyin. Dada, men jo'rlarim bilan futbolga borib kelay. Shu bashangiz borku, bekorda futbol, kompyuter o'ynaydi. Uy to'g'an Rossiyaga hozir chiqib ketdi. Mana. Chiq. To'g'ri qildingmi? Zo'r ish etdingiz. Rossiyada ishlab pul topadi. Ha? Ismat! Ey Ismat! Turay! Men yerdan maqlummi? Balo qilibsan kecha maslikda o'yingni sotdik, shirda ariq bo'yida yotsan. Nima? Bildim, sen ko'tara olmagan aroq. Kimdir bot berdimi, sota olmaysan dedi, sotding ana o'yi ham. Ikkita aroq puliga sotding katta o'yi. Jiliyaganing sen, ichma qaytib. Uyimni sotdim. Aha! Uyimni sotdim. Yig'lamang ey. Men qarang mol dunyo to'pladim, muhimi piyala qo'ygan, oldik. Bacham Rossiyaga ketdi. Tamam, shu oxirgi qaytib ishimiz. Qaytib ichmaymiz. Qira borasizlar o'zi? Afrikaga ayda. Ya. Jilmi siz ham Afrikadan nima qilma mollar qarang. Hozir 5 minutda kelamiz, yo'ling ketdik.